Hammaga assalomu alaykum aziz birodarlar, musofirda yurgan aka-ukalar. Bugun hafta kunida 15-iyun 2026-yil Buxorodan Pramoy Moskva reyslarimiz chiqyapti. Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Toshkent, Rossiyaning Orenburg, Samara, Penza va Moskva shahrigacha reyslarimiz qo'yilgan. Aziz birodarlar, kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yilgan. 24 soat aloqada biza. Akajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qayerdan siz endi? Qarako'ldan. Qayerga ketyapsiz aka? Moskvaga. Avtobus qanday ekan sharoitlari? Zo'rmi? Tavsiya qilasizmi aka? Ha, tavsiya. O'q yo'l aka, yaxshi bo'ling. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qayerdan aka siz? Loshadan. Moskva bo'ryapsiz. Moskvani qayerga endi xudo xolasa? Naginskiy. Avtobus qanday ekan, tavsiya qilasizmi aka? Yakun hamma sharoit. O'q yo'l, yaxshi bo'linglar aka. Ana Moskva ketayotgan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz aziz vatandoshlar. Keyingi reyslarimiz Buxorodan 20-iyunga, Moskvadan 19-iyunga reyslarimiz qo'yilgan aziz birodarlar. Yo'nalishlarimiz Moskva, Pramoy Moskvagacha. Aka, yaxshimisiz? Hamma Xudoga shukr. Qayerdansiz aka? Jondordan. Moskvaga ketyapsiz. Avtobus qanday ekan? Zo'r, komfort, kenglik. Tavsiya qilasizmi? Ha, hammaga. Kelaversin ha? Ha, bezak. O'q yo'l akajon, yaxshi bo'ling. Chil. Buxorodan Pramoy, через Navoiy, Samarqand, Toshkent, Rossiyaning Orenburg, Samara, Penza va Moskva shahrigacha reyslarimiz qo'yilgan. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yilgan. 24 soat aloqada biza. Moskvadan xudo xolasa 19-iyunga reyslarimiz. 24 soat aloqada biza. O'q yo'l, sog' salomat yetib bo'lsinlar.